Quvaydodagi obyektga mana Hasan akani olib keldim. Ishni bitta tekshirib beradilar. Keling, aka, birinchi mana klinkerli xonadan boshlaymiz. Kakras Botir akani o'zlari shu yerga keldi. Assalomu alaykum. Brigada Assalomu alaykum. Assalomu shogird qalaysizlar? Hasan aka bitta tekshiring endi ishni. Qani? Texnadzor keldilar. Qani? Bir yengil o'zingiz reklama qilib bering. Bilamiz o'zi yaxshi chiqqan, xudo xolisa. Prosta reklama qilib bersangiz bo'ldi mana. Zabardast baquvvat. Zo'r chiqdi lekin. Saqallarni bitta ko'ring, saqallarni. Zavod. Bitta saqallaga like bosib qo'yasizlar. Angren zavod pastmi? Qildirmoqchi bo'lsanglar, shaxtar servishamasiga murojaat qilasizlar. Shunaqa qilib, chiroyli qilib mana bunaqa takoy boshqacha dizaynlarda qilib beramiz. Videoni saqlab qo'yinglar. Qachondir kerak bo'lib qoladi sizlarga. Botirga bu shogird kelganiga qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldimi ishga tushganingga? Xo'p, nimadan o'rgandi? Qani ayting. Rastorni 1 oy ichida o'zi tobida qor beryapti. Bu ham yaxshi kattaga. Sekin-sekin saqlashga o'tadi hozir. Instrumentni hammasini o'zi bilyapti, instrumentlarni. Atyorkani olib kelsa, amir ko'tarib olib kelmayaptimi? Yo'q. Joyida olib kelyapti. Mana shogird mana shaxtar servisdan ishlayotganingdan mamnunmisan? Ish o'rganyapsan, davom et, gazini bosur, yaxshi niyatda. Hop, kim yana shogirdlikka tushmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar shogirdlikka olamiz. Bizdan shogirdlar iPhone 17 tutib oladi. Qani iPhone 17 mi? Qani bitta ko'ring. 17 emas. Bitta ko'ring hop. Shogirdlarga vobshe respekt. Voy. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa iPhone 17 lar tutish. 17 mi rostdan? Nechi bu? 15. Voy, 15 ham lekin uncha-munchasiga emas. Necha yoshsan? 18. 18 yosh. O'tama. Pishkom o'tib kelamiz ham. Men bir atandan pul oling. iPhone 17 ga.